oxirgi kamerani o'rnatamiz. Bo'ldi, boshqa kameralar qolmadi bu yoqqa va ana bu yerlarga kameralarni o'rnatib bo'ldim. Barchaga salom obunachilar. Sizlar bilan men Kompot va meni yangigina videomga xush kelibsizlar, qadrli obunachilar. Kompot nima qilyapsan bu yerda sizlaring? Men qishlog'imizga kameralar o'rnatib chiqyapman. Qishloq meri aytdi menga. Stop, ana bu yerda politsiyachilarning mashinasi turibdi. Yo-mayo, bu yerda nima bo'lyapti? Hoy, jetil, bu yerda nima bo'lyapti? Salom Kompot. Ker o'rtaga o'zing politsiyachilardan so'ra. Salom janob politsiyachilar. Xo'sh, nima bo'lyapti? Nima muammo? Bekorga mer, demak nimadir bo'lgan. Shunday bu politsiyachilar. Xullas, qishlog'ingizga o'g'irlangan mashina, almozli mashina kirib ketganini ko'rdik. Jetil, bular nima deyapti? Bilmadim Kompot, bir qanaqangi almozli mashina o'g'irlangan deshilyapti o'zlaridan so'ra. Janob, boshqatdan aytib yuboring. Xullas, qishlog'ingizga shahardan o'g'irlangan mashina kirib ketganini bizni xodimlarimiz ko'rishgan. Shu mashina shu yaqin atroflarda u mashina o'g'irlangan, almozli, butun hamma joyi almozdan qilingan. Yo-mayo, olmosdan. Men ko'rmadim lekin Kompot. Qarang, hech kim ko'rmabdi bu mashinani. Bilmadim, agar ko'rsangiz darhol bizga xabar bering. Bo'ldi janoblar, yaxshi, ajoyib. Agar ko'rsak, darrov sizga xabar beramiz. Endi bildim obunachilar, nega mer qishloqqa kameralar o'rnatishdi menga buyurganini. Demak, o'g'irlik bo'lgan, hamma joyi olmosdan bo'lgan, mashinani o'g'irlashgan, kimdir o'g'irlagan, qishloqqa kirib ketganini ko'rishgan va qaytib topa olishmagan obunachilar. Yana ham bilmadim. Sizlar tezroq kanalimga obuna bo'lib, videomga like bosib qo'ying. Sizlarga qaysi YouTuber yoqadi, kommentariyaga yozib keting. Hamma kameralarni o'rnatib bo'ldim. Yo-mayo, mana bu narsa nimada obunachilar? Jinurson qiziq, qanaqa narsa bo'ldi obunachilar? Jetil do'stimning, qo'shnimning uyining tagida garajmi? Garaj. To'xtanglar, almozli mashinami? To'xtanglar. Obunachilar, rostdan ham boyangi politsiyachilar aytgan almozli mashina shu yerda ekan. Yo-mayo obunachilar, nima shunda qo'shnim o'g'rimi? Yo-mayo, bilmadim obunachilar, jin ursin. Aytsam ekan politsiyachilarga yoki birinchi kirib ko'rsam ekan, ichida kimdir bordir. Haqiqiy o'g'ri garajning ichidadir, yana ham bilmayapman. Rostdan ham o'sha olmozli mashina turibdi obunachilarda. Borib aytsam ekan, hech kim yo'qmi? Yo'q, aytmayman obunachilar. Birinchi o'zim kirib ko'raman. Okey, men richaklarim bor edi garajni ochish uchun. Lapatka va kirkani ham olib oldim. Okey, xo'sh, endi mana bu yerni ochib ko'ramiz. Mana unday qilib, okey. Xo'sh, bo'ldi. Okey, lapatka bilan mana bu yerlarni kavlaymiz, garajni ochamiz. Hozir obunachilar, qani ichida kimdir bo'lishi ham mumkin, balkim bo'lmasligi ham mumkin. Balkim qo'shnim rostdan ham o'g'ridir. Yana ham bilmadim, oldindan gapirmaymiz. Qani ochaylikchi. Yo-mayo, haqiqatdan ham butun joyi olmosdan qilingan mashina obunachilar. Yo-mayo, oldin men bunaqa mashinalarni umuman ko'rmaganman obunachilar. Yo-mayo, garaj bor ekan bu yerda, tayyor garaj qurilgan, balkim qo'shnim qilgandir. Yana ham bilmadim obunachilar, lekin qo'shnim qilgan bo'lsa, rostdan ham o'g'irlagan bo'lsa, bunaqa ishlar mana bu garajni bunday ochiq qoldirmasaydik, ko'zga tashlanarli qilib. Yana ham bilmadim obunachilar, rostdan ham mana bu mashinani qaranglar. Menga juda yoqdi bu mashina. Sizlarga ham yoqdimi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Bo'ldi, xullas men hozir politsiyachilarni chaqirib kelaman. Hozir ana shu taraflarda bo'lishsa kerak. Politsiyachilar, yo-mayo, jetil politsiyachilar qayoqqa ketdi? Kompot, ular allaqachon ketib bo'lishdi. Yo-mayo, jin ursin, nimaga ketib bo'lishadi? Men mashinani topgan edim-ku. Ana politsiyachilar, hey, to'xtanglar, hey. Janoblar, men ana bu yerda sizlar aytgan mashinani topdim. Hamma joyi almosdan bo'lgan mashinani topdim. Rostdan hammi janob, rostdan topdingizmi? Da, rostdan ham topdim. Davay, yuringlar orqamdan, tezroq
tezroq yuringlar. Hozir ko'rsataman qayerda joylashganini. Tezroq yuringlar faqat. Aniq o'shami? Da, tezroq orqamda yuringlar. Yo-moyo obunachilar nimaga ishonishmaydi? Kelinglar desa kelishmaydimi? Okey. Ana bu yerda o'zim ochib ko'rdim garajni. Mana shu yerda turibdi. Okey, hozir ochaman. Mana shu mashinani aytganmidinglar, hamma joy almozdan bo'lgan. Da janob, siz topibsiz. Rostdan ham bu mashina, demak bu yerda turgan Jitel o'g'rimi? Uni o'g'irlagan, demak bu mashinani Jitelni chaqirib kelish kerak. Bilmadim janoblar, balkim u o'g'irlamagandir. Kapot, nima bo'lyapti? Yo-moyo, bu politsiyachilar aytgan mashinami? Men bularni o'g'irlamaganman. Yo-moyo. Kapot, iltimos ayt, bular meni qo'yib yuborishsin. Men bularni o'g'irlamaganman. Nima qilaman? Men o'g'irlik qilaman, iltimos. Bilmadim Jitel, chunki mashina seni uyingni tagidan chiqyapti. Da janob, kapot to'g'ri gapiryapti. Demak siz rostdan ham o'g'risiz. Chinursin, qanaqasiga men o'g'ri bo'laman? Iltimos yordam beringlar. Nimadir qilib, kameralar bordir. Stop, kamera haqida gapirdingmi Jitel? Balkim kameralar tasvirga olgandir, men o'rnatgan. Balkim bironta o'g'rilar Jitelni uyining tagiga qo'yib ketgandir, nima deysiz? Da bo'lishi mumkin. Kameralarni tekshirib ko'rish kerak. Kapot, xo'sh, kameralar qayoqda joylashgan? Hozir men sizlarga kameralarni oldiga olib boraman. Davay orqamda yuringlar. Janoblar, davay kelinglar. Mana shu qishloqdagi eng baland uyga qo'yganman kameralarni. Xo'sh, qani endi hamma kameralarni ochib ko'rish kerak. Da rostdan ham bu yerda ajoyib narsalar bor ekan. Hozir men ulayman o'sha kamerani mana shu yerdagi. Qani hozir ko'ramiz janob kim o'g'irlagan ekan. Yo-moyo, Chinursin, endi bu mashinani o'g'irlab oldim. Hech kim bilmadi, lekin o'g'irlanganini bilishadi. Politsiyachilar qidirib keladi. Qayoqqa yasharsam bo'ladi bu mashinani? Yo-moyo, qayoqqa yasharsam ekan? To'xtanglar. Mana shu uyni tagiga yashirib qo'ysam, hech kim topa olmaydi-da. Mana shu yerdan hozir garaj quraman mashinaga moslab va shu yerdan yashiraman. Okey, endi o'rmon tarafga yashinishim kerak. Hech kim meni topolmasligi kerak. Ana aytdimki janob, Jitel o'g'irlamagan, axir u o'g'irlolmaydi. Da Kapot, sen to'g'ri aytding. Davay endi tezroq Jitelni oldiga borish kerak. Davay ketdik tezroq. Jitel, ko'rdingmi? Sen o'g'irlamaganingni bularga isbotladim kameradan ko'rsatib. Mana aytdimki sizlarga qancha aytib tushunmadilaring. Lekin Jitel, sen oqshom qayerda eding? Men uxlayotgan edim. Bironta ovozlarni eshitmadingmi? Chunki bu yerga o'g'rilar garaj kavlab, xullas shunday qilib mashinani qo'yib ketishgan. Yo'q Kapot, eshitmadim. Demak bu yerda hech qanaqa o'g'rilar yo'q. Mashinani bu yerga qo'yib ketishgan. Demak ular hozir o'rmon tarafda. Oxirida bizlar o'rmon tarafdamiz deb aytishgandir. Kapot, o'rmon tarafga ketdik deb bu yerni ko'rsatishgandi. Da tezroq borish kerak o'rmon tarafga. O'rmonni o'qtarish kerak. O'sha yerda joylashib olishgan bo'lishi mumkin. To'xtanglar. Ana bu yerda o'tiribdi. Bir kishi ekan. Bo'ldi Kapot, o'zimiz aniqlaymiz, borishing shart emas. To'xtanglar, o'zim boraman hozir, sizlar uni qo'rqitasizlar. Hey bandit, hey! Yo-moyo, bular kim bo'ldi? Yo-moyo, iltimos meni hibsga olmanglar. Chinursin la'nati, mana o'g'rini ham topdik janob. Da Kapot, senga rahmat. O'g'rini topdik, endi ketsang bo'ladi. To'xtab tur Kapot, ishing bor. Mana bu o'g'rini qo'lini bog'la. Okey, mana bog'lab bo'ldim janob. Okey, yaxshi, o'g'rini ham tutdik. Demak Jitel bu mashinani o'g'irlamagan, mana bu o'g'irlagan. Yo-moyo, Chinursin, iltimos meni qamamanglar. Yo-moyo, bilmasdan qilib qo'ydim. Buni gapirishini qaranglar, hammayli. Bo'ldi Kapot, bo'lmasa ketishing mumkin. Qolganini o'zimiz eplaymiz Kapot. Yaxshi janob, bo'lmasam men ketaveraman. Rahmat senga Kapot, bo'ldi ketaver. Okey, xush, obunachilar ko'rdinglarmi? Jitel rostdan ham o'g'irlamagan ekan. Yo-moyo, almozli mashina. Qani ko'raylikchi nima bo'lyapti ekan ana bu yerda. Yo-moyo, Jitelni so'roqqa tutib o'tirishibdimi? Hoy, politsiyachi, Jitel bu narsalarni qilmagan. Biz o'rmon tarafda ana bu o'g'rini tutdik.
O, rostdan hammi? Ha, ana shu yerga borishingiz mumkin, janob Jitel bunaqa ishni qilmagan. Rahmat senga kapot, meni qutqarib qolding. Yo sal qolsa yemagan sofsamga ham pul to'lagan bo'lardim. Rahmat kapot. Mayli Jitel, hech narsa emas. Vo, mana bu mashinani endi olib ketishadi. Juda ajoyib mashina ekan o Jitel. Adamda ajoyib, o'zi o'g'rini qayerdan topdilar kapot? Aytyapman-ku, Jitel o'rmon tarafdan deb. Okey, xo'sh. Xullas, barchaga xayr obunachlar. Sizlar bilan men Kompot bo'ldim. Kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Barchaga xayr.